Kelsinchi, senga telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum, hozir ulab beraman, o'zi keldi. Manimi? Manisi. Kim bu? Men buni so'radim, kimsan deyapman? Nima yigitimga telefon qilyapsan, tushunmayapman. Dilbar bu hazil edi. Dilbar Tushunmadim, hozir nima deding? Yigitim haqida qayg'ursam senga kulgili tuyulyaptimi? Yoqyaptimi? Qattaligini aytsang, borib basharingga gapiraman, qani ayt. Qani qaddasan, yoningga boraman. Gapir, qattaligini ayt, yuringga boraman hozir. Dilbar, qo'lingni ol, hozir ham suyg'oyon hal qilib olay, keyin sen bilan gaplashaman. Mana jinni deyapsanmi? Nima yigitini o'ylasa jinni bo'larkanmi? Men shunchaki oilasini o'ylaydigan yaxshi qizman. Nima shunaqalarni olib ketaverasanlarmi? Suyg'oyon bo'lmay o'ylarga oilali odam baxtsiz qilsin. Dilbar, hazil-ku bu Dilbar, nima qilganing bu Dilbar? O'ynashing shotga ham keldimi deyman-a? Hozir ko'ramiz kim o'yin qilayotganini. Eshikni ochaman deb bu yoqdan o'ligi chiqadi. Basharing qursin. Zo'r o'ynagan menga yoqdi. Keyin o'ynaymiz. Zo'r o'ynagan makinasi yoqdi. Nima bo'ldi? Nima unaqa bezrayib turibsan? O'yin o'ynayapman deyman ham o'yin o'ynadim. Zo'r o'ynagan. Zo'r menga ham yoqdi. Keyin o'ynaymiz. Faqat boshqacha o'yin o'ynaylik keyin safar. Dilbar nima qilyapsan? Selfie olaman, ko'rinmayaptimi? Kel, sanam tush. Yaqinroq tur. Qani Tirjay?